Endi shu kollagenni O'zbekistonda juda ham ko'pchilik sotishar ekan va ko'p insonlar buni halolmi, halol emasmi bilishmas ekan. Shuning uchun shu videoni olishga qaror qildim. Kelinglar endi buni ichini ochib sizlarga ko'rsatib beraman. O'zim ham birinchi marta zakaz qilishim buni, to'g'risi. Men faqat anorli kollagen ichib kelganman. Ichida shunaqa 3 ta korobka, bunisi anorli ekan, gilosli va olma bilan qizilcha va nima edi? Sabzili. Xullas mana shunaqa 3 ta korobka bor. 15 tadan kuniga bittadan ichadigan bo'lsangiz, 1,5 oy bemalol ichaverasiz. Bu kollagen jellili kollagen. Hozir bittasini ochib ko'rsataman. Suvlar chiqib ketyapti. Qani, bismillah. Mana qaranglar. Jellili bo'lganligi uchun ko'pchilik bu halolmi, halol emasmi ikkilanishar ekan. Bismillah. Gilos emas, alvalni tam kelyapti. Bu alvalmi, gilosmi? Rosa mazali ekan. Gilosli ekan, maza ekan. Endi anorligini deb ko'ramiz. Anorligi shunaqa bo'ladi. O'zi ham ichidagi qalin ekan mana jellisi. Maza ekan, shirin ekan. Jellisi ozgina qattiqroq ekan. Men anorli boshqacha kollagen ichaman, u yumshoq. Bu ozgina qattiq ekan. Endi olma, qizilcha va sabzidan tayyorlangan kollagen. Rangi shunaqa ekan. Ko'proq olmani ta'mi kelyapti. Hammasi ozgina qattiqroq ekan, lekin mazali ekan, shirin ekan. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Bu kollagen halol. Даже korobkasiga qarasanglar, halol, koreyskiy halol deb yozib qo'ygan. Mana halol deb yozib qo'yishgan arabchada. Shuning uchun ikkilanmasdan bemalol olib iste'mol qilsangiz bo'ladi aynan shu kollagenni.